alaykum. Bugun milliy siyosatga tushgan original savollarni 22-misollar to'plamini yechimlarini ko'rib chiqamiz. Bu savollarni yig'ib chiqqan ustozimizga katta rahmat. Boshladik. Birinchi savol. f(x) funksiya berilgan. f(x) funksiya berilgan nuqtadagi hosilasini topish kerak. Bu uchun biz birinchi navbatda modulosdagi ifoda ishorasi aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi kosinus x o'rniga minus pi taqsim 6 qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan minus pi taqsim 6 qo'shuv minus pi taqsim 6. Buni hisoblaymiz. Kosinus pi taqsim 3 minus pi taqsim 6 tenglik. Kosinus pi taqsim 3 dagi qiymat kosinus 60 gradus, bu 1 taqsim 2 ga teng, minus pi taqsim 6 3 tadan beramiz. 3 minus pi taqsim 6 bu pi 3 dan kattaroq son bo'lgani uchun qiymat manfiy bo'ladi. Demak, funksiyani o'zi, f(x) funksiyani o'zi sinus kvadrat 5x minus pi taqsim 6 da manfiy bo'lgani uchun qarama-qarshi ishora plyusga aylanadi. Kosinus 2x qo'shuv x. Endi hosilasini topamiz. F hosila x murakkab funksiya bo'yicha olinadi. 2 da oldinga tushadi. Sinus 5x ko'paytirilgan sinus 5x dan hosila kosinus 5x ko'paytirilgan 5x dan hosila 5 ga teng. Qo'shuv kosinus 2x dan hosila minus sinus 2x ko'paytirilgan 2x hosilasi 2 ga teng. Qo'shuv x dan hosila 1 ga teng. Keyingi qadamimiz endi soddalashtirsak ham, soddalashtirmasdan ham o'rniga qo'yaversak bo'ladi. Minus pi taqsim 6 qo'yamiz. Bu ko'paytmamiz bizga 5 sinus 10x ni bersa, x ni o'rniga birdaniga qiymatini qo'yamiz. Minus pi taqsim 6 minus 2 sinus x ko'paytirilgan minus pi taqsim 6 qo'shuv 1. Endi soddalashtiramiz. Minus sinus to'q funksiya bo'lgani uchun minus oldinga chiqadi. 5 sinus 5 pi taqsim 3 minus yana plyusga aylanib ketadi. Bu 2 sinus pi taqsim 3 plyus 1. 5 pi taqsim 3 bu 300 gradus bo'lsa, sinus 60 ga to'g'ri keladi. Qiymati minus, yonda 5 ham bor edi. Qiymat minus 1 taqsim 2. Shunda bu 5 taqsim 2 qo'shuv 2 ko'paytirilgan sinus 60 gradusda. Yo 5 taqsim 1 taqsim 2 emas, ilzosi 3 taqsim 2 ekan. Ko'paytirilgan 5 ilzosida 3 taqsim 2 qo'shuv 2 ko'paytirilgan ilzosi 3 taqsim 2 qo'shuv 1. Mahraj bersak 7 ilzosida 3 qo'shuv 2 taqsim 2 bo'ladi. Shunda javob majobga to'g'ri kelgan. Ikkinchi misol hosilani toping. Bu ko'paytmani hosilasi bo'yicha olinadi. Hosila birinchi kosinus daraja bo'yicha murakkab funksiya daraja oldinga tushadi. Kosinus n minus birinchi daraja x kamayadi. Ko'paytirilgan kosinus x ni o'zini hosilasi minus sinus x bo'ladi. Ko'paytirilgan ikkinchisini o'zi kosinus nx qo'shuv endi birinchisini o'zini yozamizda ikkinchisidan hosil olamiz. Kosinusdan hosila minus sinus nx ko'paytirilgan sinus argument nx dan hosila n ga teng bo'ladi. Endi buni soddalashtiramiz. Ikkalasini umumiy ko'paytiruvchini chiqarib olsak, n bor. Kosinusni n minus birinchi x minus ham chiqara olaylik birdan. Birinchisini o'rnida qoladi sinus x lekin minus birinchisini chiqarib olsak ko'paytirilgan kosinus nx. Endi qo'shuv ikkinchisini o'rnida qoladi. Kosinus x ko'paytirilgan sinus nx. Bu qo'shish formasiga keladi. Minus n ko'paytirilgan kosinus n minus birinchi darajada x ko'paytirilgan bu sinus nx qo'shuv x. Demak, javobimiz C javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi 3-misol.
bironta nuqtadagi hosilasi modulli bo'lgani uchun birinchi navbatda uni ishorasini aniqlay olamiz. Pi taqsim 3 qo'ygan paytimiz pi taqsim 3 minus sinus 60 gradusdagi qiymati ildiz 3 taqsim 2 kvadrat 3 taqsim 4 kosinus qiymati esa 1 taqsim 2. Endi bunga makhraj beramiz. 12 tanlasak 6 tadan 12 tanlasak 4 tadan 3 tadan 6 tadan 4 pi minus 9 minus 6 taqsim 2. 4 pi minus 15 taqsim 12. 4 pi 4 ko'rich 12 bo'lsa 15 dan yazsak, demak bu manfiy. Funksiya o'zi manfiy minus ta'sir ettiradigan bo'lsak, ko'rinishi sinus kvadrat x qo'shib kosinus x minus x ga aylanadi. Endi undan hosil olamiz. Hosil olsak 2 sinus x ko'paytirilgan kosinus x qo'shib kosinusdan hosil minus sinus x minus 1. Buni soddalashtirsak sinus 2x minus sinus x minus 1. Endi o'rniga qo'yamiz aytgan narsasini. Ifat hosila pi taqsim 3. Pi taqsim 3 endi 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, sinus 120 gradus minus sinus 60 gradus minus 1. Sinus 120 sinus 60 ga qiymati teng. Demak javob minus 1 ekan. Javob. Keyingi savol, 4-savol. Bizga nuqta berilgan. 6 ta shu nuqtalarda ifat hosila x jihati x katta yoki 0 tengligi o'rinli bo'ladi. Endi hosila ma'nosi bu urinma degani. Agar hosila musbat bo'lsa, u urinma o'suvchi bo'lsa musbat bo'ladi. Ya'ni k 0 dan katta yoki k 0 dan kichik bo'lishi. Har bittasini ishorasini aniqlab chiqamiz. Keyin birinchisini aniqlaylik. Birinchisi ifat hosila x1. x1 nuqtada o'tkazilgan urinma o'suvchi bo'lgani uchun musbat bo'ladi. Endi nuqtani o'zini so'rayapti bizga. Jihat x1 qo'yganda uni qiymati mos keladi, yuqorida bo'lgani uchun musbat. Bular ko'paytmasi ham musbat bo'ladi. Bizga xuddi shu narsa so'ralgan, musbat yoki 0 bo'lsa ham bo'ladi degan. Endi har bittasini xuddi shunday tahlil chiqamiz. Qolganlar ishoralarni yozib chiqsak yetarli o'zi. Ikkinchisida bu manfiy ko'paytirilgan, jihat x2 musbat. Ko'paytma manfiy bo'ladi, lekin bizga bu so'ralmagan. Bizga musbat yoki 0 bo'lsin degan. Endi 3-nuqta urinma o'tkazsak musbat. Nuqtani o'zini qiymati ham musbatga to'g'ri keladi. Ko'paytma musbat, demak qanoatlantiradi. 4-nuqtani aniqlaymiz. Urinma manfiy o'tkazadigan jihat x pastda bo'lgani uchun manfiy. Ko'paytma musbat qanoatlantiradi. 5-nuqtamiz musbat ko'paytirilgan jihat x qiymati esa manfiyga to'g'ri keladi. Manfiy qanoatlantirmaydi bu. 6-nuqtamiz kamayuvchi manfiy hosilasi, keyin o'zi ham pastda bo'lgani uchun manfiy. Ko'paytma musbat bo'ladi, qanoatlantiradi. Qanoatlantiradigan yechimlar soni jami 1 2 3 4 ta yechim bor ekan. Javob 4 ta ekan. Javob. 5-misol. 5-misol ham yana xuddi shu g'oyadan foydalanamiz. Birinchisi f hosila b deyapti. F xdan bu musbat degani bu. Ikkinchisi j edagi qiymat jihat x ni pastda bo'lgani uchun bu manfiy. Bizga lekin musbat bo'lsin deyapti. Bu xato fikr. Ikkinchisi ifat hosila s manfiy bu. J adagi qiymati jihat x funksiyani adagi qiymati musbat ekan. Bizga musbat, manfiyga musbat, musbat chiqadi deyapti. Xato fikr. 3-fikr ifat hosila d nuqtaga o'tkazilsa kamayuvchi manfiy. J sdagi qiymati bu musbat. Ko'paytma yo'q. Yana xato fikr. Va 4-chisi buni hozir aniqladik, manfiy. J edagi qiymatni ham aniqlagandik, manfiy. Ko'paytma musbat qanoatlantiradi. Nechtasi to'g'ri bo'lsa, javob bitta bo'ladi. Javob. 6-misol. Funksiyani oralidagi eng katta va eng kichik qiymatlarini toping. Birinchi ishorasi aniqlab olaylik. Ko'p ish qilsak bo'lar ekan. Funksiya oralida eng katta eng kichik qiymatlarni toping.
ishorasini aniqlab yoki shunchaki grafikka qo'yishimiz ham mumkin. x1 x minus 3 bo'ladigan bo'lsa, grafigi ox o'qini 1 bilan 3 da kesib o'tadi. Modul bo'lgani uchun yuqorida bu 1. Bizga so'ralyapti 2 yu 4 oralig'idagi parabola uchun ham 2 ga to'g'ri keladi. 2 yu 4 oralig'idagi eng katta va eng kichik qiymatlarni toping. Eng kichik qiymati ko'rib turganingizdek, o'zi 2 4 oraliqdan 3 da erishish ekan. f3 dan 0 ga. Eng katta qiymati yo 2 yo 4 da erishadi. 4 qo'yib tekshiraylik. 2 dagi qiymatini ham ikkalasini tekshiramiz. 4 qo'yadigan bo'lsak 16 minus 16 plus 3 teng 3 chiqar ekan. 2 dagi qiymati esa 4 minus 8 plus 3 teng 1 chiqar ekan. Demak, eng kichigi 0 va 3 ekan. Yig'indisi 3 javob. Xosla yordamida ishlasak ham bo'lardi. Keyingisi xosladagi qiymat shunchaki xosla olamiz. Murakkab funksiya birinchi daraja bo'yicha 3 oldinga tushadi. Sinus kvadrat x taqsim 2 ko'paytgan endi asos sinusdan hosila kosinus x taqsim 2 ko'paytgan x taqsim 2 dan hosila 1 taqsim 2. Endi o'rniga 2pi taqsim 3 qo'yamiz. 3 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus kvadrat 2 ga bo'lsak pi taqsim 3 ko'paytirilgan kosinus pi taqsim 3. 3 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 60 da kvadrat 3 taqsim 4 kvadrat. 1 taqsim 2 9 taqsim 16. Javob A ekan. Keyingi savol 8-misol. Bu ko'paytmani xoslasi bo'yicha soddalashtirib olsak ham bo'lar ekan. 3 ning ikkinchisi 1 qo'shuv logaritm uchastkada x qavs ochib chiqadigan bo'lsak, 3 ning ikkinchisi qo'shuv 3 ning ikkinchisi ko'paytirilgan logaritm uchastkasiga ko'ra x. Endi hosila olamiz. 3 ning ikkinchisi ko'paytirilgan ln 3 qo'shuv ko'paytma bo'yicha 3 ning ikkinchisi ko'paytirilgan ln 3 ko'paytirilgan logaritm uchastkada x qo'shuv 3 ning ikkinchisi ko'paytirilgan 1 taqsim x ko'paytirilgan ln 3. Endi buni soddalashtirsak 3 ning ikkinchisi ln 3 qo'shuv ln 3 tinchgina joyga qo'yamiz. Ifat hosila 1. 1 qo'ygan paytimiz 3 ln 3 qo'shuv 1 qo'ygan paytimiz bu 0 ga aylanib ketadi. Logaritm uchastkada 1. Bu esa 3 taqsim ln 3. Mahraj bersak 3 ln kvadrat 3 qo'shuv 3 taqsim ln 3. Bu javob qaysida ekan? Qo'shuv 3 adashmasam B javob. Keyingisi 9-misol. Yana buni bila olishimiz kerak. Pi taqsim 4 va sinus bilan kosinus pi taqsim 4 da qiymati tengligi bizga yordam beradi. Bu logaritm ildiz 2 taqsim 2 ildiz 2 taqsim 2 bu 1 ga teng. Minus ln pi. 1 minus ln pi. ln pi bu 1 dan kattaroq, chunki asosda eksponentda bu 2,71 pi 3,14 bo'lsa bu 1 dan kattaroq son. Bu degani manfiy chiqadi. Endi manfiy ochib olamiz buni. Ikkinchi ishimiz f(x) funksiyani o'zi ln p minus buni ham logaritm ln olsak ln sinus x taqsim ln kosinus x. Hosil olishga qulayroq ko'rinishga keltiramiz. Endi hosil olamiz. f(x) x teng ln p son bo'lgani uchun minus ln p son bo'lgani uchun hosila 0 ga teng. ln sinusdan hosila sinus taqsim kosinus bu tangens x ga teng. Ko'paytirilgan ln kosinus x minus kosinusdan hosila minus bo'lsa plus katangens x ko'paytirilgan ln sinus x taqsim ln kosinus x ning kvadrati. Va 4-chi ishimiz hammasi o'rniga pi taqsim 4 qo'yamiz. Minus pi taqsim 4 tangens 1 ga teng ln ildiz 2 taqsim 2 bu ham 1 ga teng va ln ildiz 2 taqsim 2 bu juda ham zo'r. Taqsim ln ildiz 2 taqsim 2 ning kvadrati. Endi bu suratga e'tibor bersak, ikkita ln ildiz 2 taqsim 2 mahraj esa
ln kvadrat ildiz 2 taqsim 2. Qisqartirib olsak minus 2 taqsim ln 1 taqsim ildiz 2 desak 2 ni minus 1 taqsim 2-si bo'ladi bu. Buni oldinga tushirib olsak minus 1 taqsim 2 yuqoriga ketadi 4 taqsim ln 2. Asos bilan ko'rsatkich almashtirib 4 logaritm 2 asosga ko'ra eksponenti degan javob chiqar ekan. D javob. Keyingi savol yana takrorlangan. Bu ham D javob. Keyingisi hosila olib o'rniga 0 qo'ying. Bo'linmani hosilasi birinchi kasr qilib yoza olaylik. F at x barobar 2 ni 2 bu 4 ning ikkinchisi. 2 minus 4 ning ikkinchisini 1 taqsim ikkinchisi. Endi bo'linmani hosilasi bo'yicha olamiz. F at hosila x teng 4 ning ikkinchisidan hosila 4 ning ikkinchisi ko'paytirilgan ln 4 ko'paytirilgan asosni o'zini yoza olamiz. 1 taqsim 2 minus 4 ning ikkinchisini o'zi mahrajdan hosila. Bundan hosil olsak 1 taqsim 2 oldinga tushadi. 2 minus 4 ning ikkinchisining minus 1 taqsim ikkinchisi ko'paytirilgan minus 4 xdan hosila minus 4 ning ikkinchisi ln 4. Mahraj esa 2 minus 4 ning ikkinchisi. Bizga hosila olib 0 qo'ying degan. 0 demak ancha hisoblashga qulay. 4 0-chi 1 ln 4 1 1 bu 1. Birinchisidan ln 4. Ikkinchisi bu 1 1 taqsim 2 bu 1. Bu minus plyusga aylantirar ekan. Bu ln 4 1 taqsim 2 ln 4. Mahraj esa 1 ekan. Javob 3 taqsim 2 ln 4 ni 2 kvadrat desak 3 ln 2 ekan javobimiz. D javob. 12-chi misol. Birinchi berilgan o'zini soddalashtirib olishimiz mumkin. Bu bizga to'la kvadrat ajratib olamizmi? To'la kvadrat ajratib olsak iljosida x qo'shuv 2 ko'paytirilgan iljosida x minus 2 ko'paytirilgan iljos 2 ko'rinishda yozsak qo'shgan paytimiz kvadratlarni x ni beradi. Ko'paytirilganda shu. Bu degani bu iljos x minus 2 qo'shuv iljos 2 ning kvadratini beradi. Birinchisi. Ikkinchisi ham xuddi shunday. Kvadrat bilan ildiz ketadigan bo'lsa modulda x minus 2 plus iljos 2 minus modulda x minus 2 minus iljos 2. Endi biz 6dagi ishorasini aniqlay olamiz. Birinchisi albatta musbat, ikkinchisi 6 qo'yganda 6 dan 2 4. Bu ham musbat ekan. Demak, musbat ocha olamiz oldin. X minus 2 qo'shib iljos 2 minus iljos x minus 2 qo'shib iljos 2. 2 iljos 2 songa aylanib qolar ekan va buni hosilasi 0 ga teng. Javob. 12-chi misol. Buni ham ishorasini aniqlaymiz. Pi taqsim 4 qo'ysak, birinchi ishimiz f at pi taqsim 4. Chunki ishorasini bilib, keyin o'sha bo'yicha ochamiz. ln pi taqsim 4 minus yana boya aytganimizdek qiymatlari bir xil bo'lgani uchun 1 ga teng bo'ladi. ln pi taqsim 4 bu manfiy son, chunki 3 taqsim 4 bu 0 1 oralidagi son. Asos 1 dan katta, demak manfiy. Bu manfiy chiqar ekan. Ikkinchisi manfiy ochadigan bo'lsak, joyi almashtiramiz va yana o'zimizga soddalashtira olamiz. ln cosinus x ln suratida cosinus x mahraj ln sinus x minus ln x. Endi bundan hosila ola olamiz. Hosila olsak, surat ln cosinusdan hosila minus cosinusga 1 taqsim cosinus, cosinusdan minus sinus minus tangens x minus ko'paytirilgan ln sinus x minus ln sinusdan hosila sinus cosinus, cosinus taqsim sinus tangens x ko'paytirilgan
Kattangiz x bo'lsa ln cosinus x. Maxraj esa ln sinus x ning kvadrati minus 1 taqsim x. Endi hammasiga pi taqsim 4 qo'ying deyapti. Pi taqsim 4 tenglik. Tangiz pi taqsim 4 ta 1 ga teng minus ln 1 taqsim iljosi 2. Bu ham xuddi shunday ln 1 taqsim iljosi 2. Maxraj ln 1 taqsim iljosi 2 ning kvadrati minus 4 taqsim pi. Buni ifodani boya ham hisoblagandik, xuddi shunaqa, faqat plyuslik edi. 2 ta bo'ladi, qisqaradi. 2 minusni minus oldinga tushiraylik. Minus 1 taqsim 2 desak, bu iljos 2 ni minus 1 taqsim 2 deymiz. 1 taqsim iljos 2 ni minus 1 taqsim 2 deb oldinga tushira oladigan bo'lsak, bu 2 bilan qisqarib ketadi-da, ln 2 ni o'zini berar ekan. Maxraj esa 1 taqsim 4 ln 2 ni kvadrati minus 4 taqsim pi. Endi buni davom etamiz. 4 1 taqsim ln ni logaritm 2/7 olsak bo'ladi, minus 4 taqsim pi. 4 ni chiqarib olsak, logaritm 2/7 minus 1 taqsim pi. Javob B javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi savol, oraliqdagi eng kichik qiymatini toping. Bu misol aytish uchun soddalashtirib olsak ham bo'lar ekan. Soddalashtirib olsak, suratga e'tibor beramiz. Surat to'la kvadrat. Umumiy holda cosinus x qo'shuv 3 taqsim sinus x ning kvadratini alohida maxraj qilsak, kattangiz x qo'shuv 3 taqsim sinus x ning kvadratini beradi. Endi hosillarni nolga tenglashtiramiz. Oraliqda eng katta eng kichik qiymatlarni topish uchun. Endi bu berilgan narsadan hosil olsak, f(at) hosila x daraja 2 oldinga tushadi. Kattangiz x qo'shuv 3 taqsim sinus x. Ko'paytirilgan qarshidan hosil olamiz. Kattangizdan hosila minus 1 taqsim sinus kvadrat x. Sinus x minus 1 desak, minus 1 oldinga tushadi hosil olsak. Minus 3 taqsim sinus kvadrat x ko'paytirilgan sinus x dan hosila cosinus x. Nolga tenglashtiramiz. Birinchisi cosinus taqsim sinus deb olgan paytimiz nolga tenglashtirsak, cosinus x qo'shuv 3 taqsim sinus x teng 0. Bu nolga teng bo'la olmaydi. Ikkinchisi minus 1 minus 3 cosinus x taqsim sinus kvadrat x 0 desak, cosinus x minus 1 taqsim 3 chiqadi. Sinus kvadrat x bundan topib olsak, bizga hisoblashga maxrajga kerak. Bu 8 taqsim 9 chiqgan qiymati. Endi o'rniga qo'yib hisoblashimiz kerak. Buni shu joyga sig'diramiz endi. Iloji yo'q. 1 taqsim 3 kvadrati 1 taqsim 9 minus 6 ga 1 taqsim 3 bo'lsa 2 qo'shuv 9 taqsim 8 taqsim 9. Shunda 7 ikkalasini ham 9 ga ko'paytirsak, 9 ga qisqarib ketadigan maxraj berib olsak. 7 kara 9 63 64 taqsim 8 teng 8 ekan. 8 chegaralarni o'zini qo'yishimiz kerak. O'zi bu oraliqda qiymat chiqqan payt asosan eng katta eng kichik qiymatda o'sha sonni o'ziga to'g'ri keladi. Qiymatlarni qo'yib yana tekshirishimiz ham mumkin. Masalan, oddiy 1 qo'yib ko'radigan bo'lsak, sinus 1 ga esa sinus 1 ga cosinus 0 ga esa javob 9 chiqadi. Undan 8 dan kattaroq. Yoki 1 taqsim 2 qo'yish yoki yana qaysi 1 taqsim 2 qo'yganimizda ham yoki iljos 3 taqsim 4 qo'yganda minus pi taqsim chegarani o'zini qo'yganimizda ham qiymati 8 dan kattaroq chiqadi, lekin bizga eng kichik qiymat so'ralgan. Bu 8 ga teng bo'ladi.
Keyingisi oraldagi eng kichik qiymatni toping. Bunda ham yana xuddi shuni hosil nolga tenglashtirishimiz kerak. Birinchi navbatda 1 minus kosinus x minus birinchi darajasi deb oladigan bo'lsak, bu minus 1 taqsim 1 minus kosinus x ning kvadrati ko'paytirilgan 1 minus kosinus x dan hosila bu minus sinus x. Sinus x ni o'zi bo'lar ekan. Sinus x. Buni ham kosinus x minus birinchi darajasi deb olsak, minus 4 taqsim kosinus kvadrati x ko'paytirgan kosinusdan hosila minus sinus x. Pelishkalantiradi. Nolga tenglashtiramiz. Suratdan umumiy ko'paytiruvchi sinus x chiqara oladigan bo'lsak, 4 taqsim kosinus kvadrati x minus 1 taqsim 1 minus kosinus x ning kvadrati. Nolga tenglashtiramiz. Sinus x teng 0, x tenglik pk. Lekin bu yechimlar oraliqqa tegishli emas. Oraliq. Shuning uchun buni olmaymiz. Ikkinchisini nolga tenglashtirsak, proporsiya qilaylik birdan. 4 1 minus kosinus x tenglik kosinus x ning kvadrati. Bir marta plus, bir marta minus olar ekanmiz. 2 1 minus kosinus x. Birdan yuqoridan yozaylik shuni. 2 minus 2 kosinus x bir marta kosinus x ga tenglashtiramiz. Bir marta 2 kosinus x minus 2 ni kosinus x ga tenglashtiramiz. Bunda chiqadi kosinus x ni qiymati 2 taqsim 3. Bunisida esa kosinus x qiymati 2 chiqgan. Kosinus 2 ham bo'lishi mumkin emas. Endi kosinus x 2 taqsim 3 ga teng bo'lish qiymati 2 taqsim 3 qo'yib tekshirib ko'ramiz. Ifat x teng 2 taqsim 3 qo'ysak 1 minus 2 taqsim 3 qo'shuv 4 2 taqsim 3 teng 1 taqsim 3 3 qo'shuv 2 3 6 9. Ifoda eng kichik qiymatini toping 9. Endi orallarni o'zi birortasini o'ylab ko'rsak, pi taqsim 6 qo'ygan paytimiz bu 1 taqsim 3 taqsim pi taqsim 3 da 1 taqsim 2 bo'ladi. Qiymat 2 8 2 ga 8 3 qo'shuv 2 3 4 12 ga 6 9 va 9 o'ziga to'g'ri kelgan qiymat. Javob B. O'zi oraldagi qiymatlarda har birini qo'yib tekshirishimiz kerak. Choy ozgina muammo bo'lyapti-da. Lekin aynan o'shani o'ziga to'g'ri keladi, chunki asosan oraliqda chiqdim, bu qo'shimcha o'shani o'zi bo'ladi. Lekin siz har ehtimolga qarshi har bittasini qo'yib tekshirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz fp taqsim 6 ni qiymatini va fp taqsim 3 ni qiymatini aniqlab, mana shu 3 ta yechim ichidan eng kichigini tanlang doim. Keyingisi 16-savol. Ifoda eng kichik qiymat toping. Buni shunchaki soddalashtirsak ham bo'ladi. Birinchi bilan oxirgisi x kvadrat plus 3x. Keyingi ikkitasi x kvadrat plus 3x plus 2. Belgilashga kirita olamiz. a plus 2. Bu a kvadrat plus 2. To'la kvadrat ajratsak a plus 1 ning kvadrati minus 1. Eng kichik qiymati esa bu minus 1 ga to'g'ri keladi. C javob. Hozir yordamda ishlasa ham bo'lardi. Buni boya eshitdik. Eng kichik qiymati bu ifodada 1 taqsim 3 qo'ydik. Nima javob chiqqandi? Adashmasam yo 8 yo 9 chiqadi-da. Adashmasam 8 chiqqandi. 18-savol. Bu savolni yechishimiz uchun bizga funksiya juft yoki to'qligi haqida kerak bo'ladi. Juft funksiya hosilasi to'q bo'ladi, to'q funksiya hosilasi juft bo'ladi. Berilgan funksiya biz f ga minus x qo'yib tekshirgan paytimiz f minus x bu kosinus o'zi shundoq ham juft bo'ladi. Faqat mana tekshirgan paytimiz bitta narsa bo'ladi, bu minus x qo'shuv ilzosida 1 plus x kvadrat bo'ladi. Endi logaritmda bo'lgani uchun ilzosida buni minus 1 daraja deb oldinga olib logaritm 1 taqsim ilzosida 1 qo'shuv x kvadrat
minus x olishimiz va buni eraziyadan qutqarsak minus logaritm umumiy ildiz ham bor, n'inchi darajali ildiz n bu eraziyadan qutqarsak 1 qo'shuv x kvadrat qo'shuv x taqsim 1 bo'ladi. Ya'ni bu tog' funksiya bo'ladi. Tog' fx funksiyani o'zi tog' funksiya bo'lsa, uning hosilasi juft funksiya bo'ladi. Shunda f minus hosila 2023 qiymati ham 2024 ga teng bo'ladi. Natija 2024 qo'shuv 2024 teng 4048 bo'ladi javobimiz. D javob. Keyingi savol. O'rinma o'tkazilgan ekan. O'rinma tenglamasi va bu to'g'ri chiziqqa perpendikulyar ekan. Perpendikulyar shartidan foydalanamiz. K'larni ko'paytmasi minus 1 a 2 ga teng. K 2 ga teng. Funksiyani o'zidan k'ni topish uchun hosil olib 0 ga tenglashtiramiz. Hosil olsak 1 taqsim 2 ildiz 7 taqsim 2 x kvadrat minus 7 ko'paytirilgan 7x teng k ga tenglashtirganmiz teng 2. Endi proporsiya qilsak 7x tenglik 4 ildiz 7 taqsim 2x kvadrat minus 7. Bu yerda x ni oldidan katta bo'lishi kerak. Hosil olamiz 49 kvadratga oshiramiz, x topish kerak. 16 7 taqsim 2x kvadrat minus 7. 7 ga bo'laversak 7x kvadrat teng 7 16 8x kvadrat minus 16 x teng plus minus 4 chiqadi, lekin biz 4 ni olamiz chunki x musbat bo'lishi kerak. Endi 3-ishimiz y tenglik k qiymati bizda 2 chiqqan, x minus x 0 4 chiqqan, y 0 ni ham topish kerak. Y 0 ni topib olsak shartiga qo'yamiz. 7 taqsim 2 ko'paytirilgan 4 ning kvadrati minus 7. Bu 8 6 49 teng 7. Y 0 ni qiymati 7 ga teng, x 4 ga va 2 ga minus plus 7. Buni soddalashtirsak 2x minus 1 bo'ladi. Bizdan so'ralgan narsa koeffitsiyentlar yig'indisi. 2 minus 1 javob 1 ekan. Javob 20-misol. So'ragan narsasiga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, bu 2 marta hosila qo'ygan olganda va o'rniga minus 1 qo'ygan. Ya'ni oralar minusga aylanishi uchun 2 marta hosila olib minus 1 qo'yilgan topish kerak. Ya'ni berilgan narsadan 2 marta hosil olamiz. Birinchi tartibli hosila 3 ko'paytirilgan 20 ko'paytirilgan 3x plus 4 ni 19-darajasi ko'paytirilgan 3x plus 4 dan hosil olinadi. Yana bitta hosil oladigan bo'lsak 3 kare 3 9 9 kare 2 180 19 ko'paytirilgan 3x plus 4 ko'paytirilgan 3. Endi bu 57 ko'paytirilgan 180 3x plus 4 ni 18-darajasi qoladi. Endi bunga hosil olib minus 1 qo'ysak ko'paytma 10260 bo'lar ekan. Bu esa 1 ga teng. Qarshi minus 1 qo'ygan paytimiz. Javob B. Keyingi bu savol yana takrorlangan. Tog' funksiya, juft funksiya bilan hosilasi 2024 2023 4047. Javob D javob. Bu savol ham takrorlangan ekan. A plus B 1 chiqdi. Javob A. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Doim matematika kanali uchun Telegram, Instagram, YouTube obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr.